mobilgina smartfon yordamida syomka va montaj qilishni mobilografiya deb atashadi. Ilmtown'dagi mobilografiya kursining birinchi potoki bilan hozirgi 25-potoki yer bilan osmoncha farq qilyapti. Bu zamonaviy kasb bo'lgani uchun tez algoritmlar, trend va tendensiyalar o'zgarib turadi. Shu sababli o'zimiz ham Toshkentdagi eng zo'r mutaxassislardan doimiy ravishda 600 ming, 1800 dollarlik kurslarda ta'lim olib, bilimlarimizni yangilab turamiz va Jizzaxdagi darsliklarga kiritib boramiz. Ilmtown'da endi faqatgina mobilografiyani o'rgatish bilan cheklanmaymiz. Bazaviy marketing va SMM bilimlari, sotuvni oshirish, target amaliyoti, Instagramda blog yuritish va ixtiyoriy challengelar, mijozlardan buyurtma olayotganda muzokara o'tkazish kabi eng zaruriy darslarni ham qo'shganmiz. Bu kurs biznes va blog yuritishga aloqador hammaga shart va majburiy. Hoziroq ro'yxatdan o'ting. Batafsil ma'lumot olish uchun izohga plyus qoldiring yoki quyidagi raqamlarga bog'laning. Ustoz, shifokor, biznesmen yoki qaysidir soha mutaxassisi xizmatingizni ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'proq odamga sotish niyatingiz bor, lekin SMM komandalar bilan ishlash uchun yetarli mablag'ingiz yo'q. Siz uchun mobilografiya kursimizda shaxsiy brend rivojlantirish, marketing asoslari, targeting bo'yicha biz tajribamiz asosida dars olib boramiz. Mahsulot yoki xizmatingizni mediada yangi bosqichga olib chiqish niyatingiz bo'lsa, hoziroq bizni mobilografiya kursimizga yoziling. Quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki izohlarda plyus belgisini qoldiring. Biz bilan o'zimiz bog'lanamiz. Ustoz, Ilmtown akademiyasining mobilografiya va SMM kurslarida o'zi kimlar dars beradi? Keling, yaqindan tanishamiz. Asosiy va bosh mentor Eldor Abdulvohid, Kitobtown, Ilmtown, Jizzaxtown, Contentnoma, Biznesnoma kabi loyihalar muallifi, professional mediada 7-8 yillik tajribaga ega. Kun.uz nashri turli mahalliy va Amerika, Koreya kompaniyalari bilan hamkorlikda ishlab tajriba olgan. Indira Rustomova 20 ga yaqin loyihalarda ishlagan mobilograf, kreativ ijodkor va Ilmtown mentor. Jasurbek Baydullayev, video montaj ustasi, grafik dizayner va art direktor, mediada 4-5 yillik tajribaga ega. Oddiygina CapCut ilovasida montajlarni o'ynatib yuboradigan kuchli kadr. Contentnoma sahifasida bosh ijodkor. Ilanora Rajabova, Business Town SMM agentligi direktori, tizimlashtirish bo'yicha mutaxassis. Diyorbek Normatov, marketolog, Jizzax sharoitida oyiga 2,5 ming dollarlik SMM sotuvlarni amalga oshirgan. Mijozlar bilan muzokara o'tkazishda tajribali sotuv bo'limi boshlig'i. Hozirda bu jamoa ishlarni Toshkentda ham yo'lga qo'yishgan, respublika miqyosida loyihalarni muvaffaqiyatli rivojlantirib kelishyapti. Siz ham xuddi shunday kuchli va tajribali mutaxassislardan Jizzaxda SMM va mobilografiya targetni o'rganishni istasangiz, hoziroq kurs uchun ro'yxatdan o'ting. Izohda plyus qoldiring, batafsil ma'lumotni sizga yetkazamiz. Kursi pulini ortiq bilan chiqarib oldim. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Valiyev Abubakar. Ilmtown'da 15-potokida o'qiganman. Men Ilmtown'ga kelishimdan oldin dashi telefonda ushlashni bilmasdim. Baqagandan keyin rezultat juda ham katta bo'ldi. Qanday sizlarning telefonda stabilizatsiyani ushlaganda ishladim. Hozirgi paytda men ikkita proyekt bilan ishlayman va kursi pulini ortiq bilan chiqarib oldim. Xulosam shuki, Ilmtown'da o'qiganimdan xursandman va sizga ham buni tavsiya qilaman. Umumiy hisobda 600 dollar. Mobilografiya kursiga kelib, shu video olishni o'rgandim, video montaj qilish, video olishda va syomka qilishlarda xato olgan ekanman va mobilografiya kursiga kelib bularni to'g'ri olishlarni va yana boshqa narsalarni o'rgandim. Mobilografiya darslarida amaliyotlarga chiqdik, xonada ham darslar o'tdik, boshqa kasb egalari bilan ham ishlab ko'rdik va o'zimizda tajribamizni ham oshirib oldik. Hozir Tanho gilamyuvish korxonasida ishlayapman va yana Zapchast magazinida hamda ayollar kiyim sotadigan joyda ham ishlayapman. Har birida 200 dollardan daromad olyapman. 200 dollar birinchi oyligim oldim. Ya'ni kursda puli chiqdi-da. Meni ismim Shohsanam. Jizzaxda yo'q deb o'ylardim-da. Ilmtown'ni ko'rdim, keyin Ilmtown'ga yozdirdim. Boshlanishi juda ham uzoq bo'ldi. 2 oy kutdim. 1 oy davomida o'qidim. Yarimga kelgan paytim o'z zakazlar tusha boshladi. Bitirib bo'lganimdan so'ng ertasi kuniga 4 ta zakaz olib ustozga birinchi aytdim. Ustoz birinchi aytdilar, 4 ta zakazga qiynalasiz-da. Ustozning gaplariga quloq solib, ikkitasini qabul qildim. Bittasiga o'zi 10 ta videolarni tayyorlab, 200 dollar birinchi oyligim oldim. Bu yo'q foydaga ishlaysizlar. Endi foydaga ishlayman. O'zingizlar guvohi bo'lgan bo'lishingiz mumkin. 200 dollarda o'zi ishlab bo'lib, bu yog'iga va Shirin aytgan gap esimda qolib ketdi. O'sha olingan ilm endi o'zim bilan degan fikrni bildirdilar. Endi qolganlarda ham xuddi shunday. Nima ishlaysizlar, qaysi biznesga yo'naltirasizlar yoki qancha daromad ko'rasizlar, u ikkinchi darajali. O'rganganinglar bundan bu yog'iga sizlar bilan birga.